Salom azizlarim, qormanglar, yaxshimisizlar? Men darsdaman. Biz necha yoshdaligimiz ahamiyati yo'q, doim o'rganishimiz, o'qishimiz kerak. O'shaning uchun doim o'qib o'rganishimni maslahat beraman sizlarga. Shu o'rinda bittagina ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan qism bor. Shunga ahamiyat berishingizni istayman. Agar siz rejalaringizni, hayotingizni, zaif tomonlaringizni kimgadir ochishni boshlasangiz, axborot berishni boshlasangiz, siz o'zingizni yechintirgan bo'lasiz. Ahamiyat bering. Shaxsiy hayotingiz, rejalaringiz, daromadingiz, zaif tomonlaringiz doim maxfiy bo'lmog'i lozim. Siz yechintirishni boshladingizmi o'zingizni? Yon atrofingizdagi sizga nisbatan negativ energiyadagi insonlar sizni energiyangizni tortishni boshlaydi, energiyangiz oqib keta boshlaydi. Shu boisdan ham ehtiyot bo'ling. Fikringizni yetkazganingizda o'zingizga tegishli shaxsiy ma'lumotlarni, rejalaringizni, daromadingizni, zaif tomonlaringizni ko'rsatmaslikka harakat qiling. Negativ energiyalardan ehtiyot bo'ling, o'zingizni asrang. Chunki fitrati nopok insonlardan poklik kutib bo'lmaydi. Afsuski bunday insonlar bor oramizda. Fitrati nopok insonlardan biz sadoqat kutolmaymiz. Fitrati yolg'onchi bo'lgan insonlardan sadoqat kutolmaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. O'qing, ulg'aying, o'z ustingizda ishlang. Istasangiz sport bilan shug'ullaning. Menga yozganlar qanday negativ energiyalardan ozod bo'lish mumkinligi haqida so'raganlarga men ilm bilan yengishingiz mumkin. O'zingizni band qilish bilan yomon xayollardan, qo'rquvlardan, negativ fikrlardan xalos bo'lishingiz mumkinligini ayta olaman. Keyingi relsimda albatta zavistdan qanday qutulish yo'llari haqida gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Men dars boshlanishini kutaman.